Assalomu alaykum. YouTube, Instagram obunachilari. Bugungi videomizning mavzusi uyda o'tirgan holatda bedanalarni go'shtlikka va tuxum yo'nalishidagilardan boqib, ulardan yaxshigina daromad qilish mumkin. Bedanalarning xonasi, yashash joyi 24 gradus bo'lishi kerak. Xonani harorati. Bedanalar go'shtlikka bog'layotgani gigant 50% go'sht tuxum beradi, faqat go'shtlikka boqiladi. Texas bu sizga agar Texasda 50 kun davomida jo'jaligidan ochirib katta qilsangiz, sizga 1 yil, 1,5 yil tuxum tug'ib berishi mumkin. Xonangiz har doim yorug' bo'lishi kerak. Suvi o'z vaqtida bo'lishi kerak. Bedanalar suv solishi yaxshi emas. Tuxum yo'nalishiga yana zolotoy degan turi bor. O'sha ham yaxshi. Yapon manzuri degan qora bedanalar bor. Mana bular ham tuxum yo'nalishiga yaxshi. Sizga 1,5 yil 1 yil to'liq tuxum tug'ib beradi. Siz jo'jaligidan olib katta qilsangiz, sizga shuncha yaxshi. Bedanalarni har doim xonasi, turgan joyi yorug' bo'lishi kerak. Suviti har doim oqshom yo kunduzi o'chirib qo'yish kerak emas. Yorug' bularga yaxshi hisoblanadi. O'ta taqirdagan yo o'ta gumbirdagan ovozlar bularni stressga soladi, tuxum tug'ishi kamayadi. O'shalarga juda ham e'tiborli bo'lish kerak. Bedanalar asosan ovqatlari har xil tariqlar va har xil yemlar. Bularni har doimo berib qonni to'q tursa va suvi har doim oldida bo'lsa va toza bo'lsa, xonani harorati iliq va yorug' bo'lsa, sizga yaxshigina daromad olib keladi. Uyda o'tirib pul topishga bu ham bir biznes, kichik bizneschada. Obuna bo'ling, like bosing. Siz qanaqa uyda o'tirib pul topish yo'llarini bilasiz? Siz ham biz bilan kommentariyalarda fikringizni bo'lishing. Yaqinlarga yuborib qo'ying. Kimgadir manfaatli bo'lsa, bundan xursand bo'lamiz. Bedanalardan boqing va ko'paytiring.